Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga 5 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 5 xonadan iborat bir qavatli uy proyekti bilan tanishtirib o'taman. Uyimizda bitta oshxona, mehmonxona, ota-onalar yotoqxonasi va ikkita bolalar xonasi va undan tashqari bitta ochiq ayvonimiz va yozgi oshxonamizdan iborat. Endi ko'cha tomondan bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, mana bu mehmonxonamiz, yonida ota-onalar yotoqxonasi va yonida bitta bolalar xonasi. Undan keyin mana kalitkamiz, asosiy kiradigan eshigimiz va bu tomonda darvozaxonamiz bo'lyapti. Va tepadan yana ham tushunarli bo'lishligi uchun tushuntiradigan bo'lsak, mana o'rtada yashil zonamiz hovliga aylantirib qo'ygan va asosiy uyimiz chap tomonda va o'ng tomonimizda mana bu ayvon qismlarimiz, darvozaxona, yozgi oshxona hammasi shu yerda joylashgan. Bir boshdan endi kalitka bo'ylab kiradigan bo'lsak, mana ko'cha tomondan kalitkamiz yonidan ko'rinishi va kirganimizda mana asosiy hovlimiz boshlanadi. O'ng tomonda mana darvozaxonalarimiz. Darvozaxonani o'zidan yana ham tushunarli bo'lishligi uchun ko'rsataman. Bu tomondan qaraganimizda mana ayvonimiz. Ayvonning orqasida yozgi oshxonamiz va asosiy uyimiz mana bu yerdan ko'rinishi mana kiradigan qismimiz, bolalar xonasi, asosiy eshigimiz mana shunday holatda bo'ladi. Ayvonimiz ham kattagina razmerda, bemalol bu yerga 10 kishi yoki 15 kishini sig'dirsa bo'ladi, to'y ma'rakalarda yoki oilaviy o'tirganlarda. Va mana bu yozgi oshxonamiz. Bu yerda ham mana tandir, o'choq, barbekyu shunga o'xshagan narsalar hammasini joylashtirsa bo'ladi. Va bu tomondan to'g'ri boradigan bo'lsak, mana bu yo'lak bo'ylab yana ham tushunarli bo'lishligi uchun tepadan ko'rsataman. Bitta xonamizning tagi podval qilingan, mana shu yerdan to'g'ri podvalga kiriladi. Va mana bu eshikchamizdan to'g'ri uyimizga ham kirsa bo'ladi, ya'ni orqa hovlidan kirib chiqadigan yo'lakchamiz bo'lyapti. Va bu tomonda mana kalitkalarimizning ko'rinishi va asosiy uyimiz mana shunday holatda ko'rinadi. Va asosiy kiradigan eshigimiz, bolalar xonasi va bu tomonda oshxonamiz va oilaviy o'tiradigan xonamiz ikkalasi bitta qilingan. Va endi bir boshdan uyimizga kiradigan bo'lsak, mana bu kalitkamiz, yana bir bor zinamizdan uy hovlimizning ko'rinishi, mana yozgi oshxonalarimiz, ayvonlarimiz va darvozaxonamiz mana shunday holatda bo'ladi, uydan zinadan ko'ringan holat. Va mana bu kalitkamiz bo'lyapti. Endi bir boshdan uyimizga kiradigan bo'lsak, mana uzunasiga bitta koridorimiz bo'lyapti. To'g'rida mehmonxonamiz va buning yonida o'ng tomonimizda oshxonamiz, bu yerda bolalar xonasi, undan keyin ota-onalar yotoqxonasi va orqada yana bitta 2 kishilik bolalar xonasi. Va oshxonamizga kiradigan bo'lsak, mana bu yerga to'g'ri oshxona mebelini joylashtirsa bo'ladi. Orqa hovliga qaragan derazasi bor. Va qolgan joyiga uglovoy divan yoki stol-stul joylashtirsa bo'ladi. Chunki oshxonamiz kattagina, bemalol yaqin qarindoshlar kelganda yoki oilaviy o'tirganda ham bemalol ko'pchilik sig'sa bo'ladi. Va bu yerdan mana to'g'ri chiqamiz, bolalar xonamiz ko'cha tomonga va hovliga qaragan derazasi joylashgan. Mana shunday holatda bo'ladi. Buni ham razmerlari kattagina, bemalol bir kishi yoki hatto 2 kishi, ikkita bola ham bemalol sig'dirsa bo'ladi. Va bu yerdan chiqamiz, mana o'rtada bitta hol bo'lyapti, kattagina. Va shu holdan hammaxonamizga o'tsak bo'ladi. Va bu yerga mana ikkinchisi ota-onalar yotoqxonasi, katta derazasi ko'cha tomonga qaragan bo'ladi. Mana shunday holatda bo'ladi. Buni maqsadga qarab yoki bolalar xonasi bilan almashtirish ham mumkin, joyini almashtirsa ham bo'ladi. Va mana yo'lagimizdan orqa hovliga chiqib ketadi. Hozir buni ko'rib o'tamiz. Bundan oldin mana mehmonxonamiz, ya'ni eshikdan kirganda to'g'ridagi eshigimiz mehmonxona bo'ladi. Bunda ham ko'cha tomonga qaragan derazasi bor va bu tomonda mana ko'rinishi kattagina razmerda. Va keyingi xonamiz, hovliga qaytib chiqamiz va mana bu 2 kishilik bolalar xonasi. Buning derazasi orqa hovliga qaragan bo'ladi. Mana shunday holatda. Va bitta mana shu xonamizning tagi podval qismimiz bo'ladi. Shu podvalga kotelni qismini ham shu podvalimizga joylashtirib ketganmiz. Va bu yerdan chiqamiz, qolgan qo'shimcha yordamchi xonalarimizni ko'rib chiqamiz. Mana kirib kelganimizda mana bu eshigi yo'q rayonimizdan o'tamiz. Bu yerda sanuzel qismlarimiz joylashgan. Mana bu yerda hojatxonamiz shu yerda joylashgan va bundan keyingisi kattagina hammom qismimiz. Orqa hovliga qaragan fortishkasi bor. Bu yerda bemalol vanna, hatto kir mashinani ham bemalol shu yerga joylashtirsak bo'ladi. Va shu yerning o'zidan birdan orqa hovliga chiqib ketadi. Zina orqali shu yerdan chiqsak ham bo'ladi. Obshi ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Endi yana ham tushunarli bo'lishligi uchun tepadan tomlarni olib, plan ko'rinishini ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni ko'cha tomondan yana ham tushunarli bo'lishligi uchun qilamiz va
bir boshdan planini ko'radigan bo'lsak, mana o'rtada yashil zonamiz, o'ng tomonimizda darvozaxona, uning davomida ayvonimiz va uning davomida yozgi oshxonamiz joylashtirilgan. O'rtada G shaklida landshaft zona ham joylashtirilgan. Asosiy uyimiz chap tomonimizda bo'ladi. Buni ham bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, asosiy kiradigan qismimiz qisqagina koridor. Buning yonida mana oshxonamiz, choy ichadigan xona, hammasi ikkalasi bitta qilingan. Buning yonida bolalar xonasi, mana o'rtada hol bo'lyapti va chap tomonimizda ota-onalar yotoqxonasi. To'g'ri ketadigan bo'lsak, mana mehmonxonamiz, buning yonida 2 kishilik bolalar xonasi bo'lyapti. Va bu yog'i sanuzil qismlarimiz va orqa hovliga chiqadigan yo'lagimiz, hojatxona, hammomimiz va mana bu koridor bo'ylab to'g'ri orqa hovliga ham chiqib ketsak bo'ladi. Umumiy ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Ya'ni 5 sotix yerimizga mana shu 5 ta xonani joylashtirdik. Eniga 19,5 metr, aniqrog'i 26 metr, uzunasiga 19 metr bo'lgan uchastkamizga joylashtirdik.